Odamning xayoliga kelmaydigan ishlarni qiladi. Ulardan chiqayotgan gaplar, qilayotgan ishlar shunaqa qo'rqinchli. Eng muhimi, eringiz yaxshilar-ku. Urmasalar, so'kmasalar. Agar yana bir marta bolamga yaqinlashsangiz, bu safar tirik qolmaysiz. Nima qilyapti bu yerda bu? Menimcha bola tushish xavfi bor. Unda tekshirib ko'rish kerak, keling. Qolmasdan davolanishning iloji yo'q, ha? Qayerdan homilador bo'ladi? Tushunmadim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Eshitaman. Alo, Ali aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O, Daryo. Ali aka, qishloqqa kelgandim. Kasalxonadaman. Doktorlar bolani tushish xavfi bor deyishyapti. Sen nima, qishloq kasalxonasidamisan? Ha, ozgina mazam bo'lmadi. Kelsam, yotishingiz kerak deyishyapti. Menga qara. Hozir yotib tur, xo'p, o'sha kasalxonada. Nima birinchi yordam kerak bo'lsa ko'rsatishsin. Xo'p. Men hozir gaplashaman, tez yordam keladi oldingga. Seni shaharga olib ketishadi, xo'pmi? Xususiy kasalxonada yotasan. Xo'p. Mayli. Bo'pti. Rahmat Ali aka. Mayli, xo'p. Telefoningga qarab turgin. Xo'p. Ovozini o'chirib qo'yma. Ha, aytgancha, menga qaysi kasalxonada yotganingni lokatsiyasini tashab qo'y. Xo'p. Xo'p. Shu yetmay turuvdi. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Daryoni oldidan chiqyapsizmi? Ha, yangilikni eshitib, boshim og'rib qoldi, opa. Siz bilarmidingiz? Nimani? Homiladorligini? Qanaqasiga homilador bo'ladi? O'zim ham shunaqa sizga o'xshab hayron qoldim. Sizni xabaringiz yo'qmidi? Yo'q. Qayerdan homilador bo'ladi? Eri bilan ko'rishib yurgan ekan. Hech kimga aytmagan ekan. Erini kechiribdi. Yoniga borib yurgan ekan. Oldir, ering odam bo'lmaydi desam, yo'q deb turib olgan. Eshitmayapti gapimni, opa. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Bilmasam, tug'aman deyapti-ku. Ha. Mayli. Men ko'rgan kirib chiqay. Hozir doktorlar kirgizmaydi baribir. Nega? Bilmayman, tekichasmi? O'zi, men sizni hovlingizga ketayotgandim. Tinchlikmi? Bolani olib shaharga ketmasam, Daryoga mashina kelar ekan. Shaharga ketar ekanmi? Bolasini asrab qolmasa bo'lmas ekan. Shunga sizni hovlingizga bora qolaylik-a. Yuring. Voy, assalomu alaykum Ravshan aka. Va alaykum assalom. Javob so'radingiz-ku. Nimaga keldingiz, Amira? Kasalxonada edim, yota olmadim to'g'risi. Shamollagan bo'lsangiz, tuzalib keyin chiqmaysizmi? Yo'q, men shamollamaganman. Qon bosimim tushib ketibdi. Hozir ancha yaxshiman, xavotir olmang. Ishlamasam bo'lmaydi. Menga pul kerak. Yaxshi bo'lsangiz ishlavering. Xo'p,
Ha, xola, qayerga ketib qoldingiz? Assalomu alaykum, Lola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tikuvchiga borib kelyapman. Ko'ylak tiktiryapman. Ha, tikuvchinikigami? Lola opa, keyin bordilarmi? Ha, bordi. Boya yomon mazalari bo'lmay qoldi-da, shunga xavotir olaman. Ha, kelinimni mazasi yo'q edi. Homilador-ku. O'shanga qoldi. Ha, o'shanga boya bolalar tug'ruqxonaga keltiradi deyshuvdi, hayron bo'ldim. Bolla qani? Bolalar ana bu yoqda, hovlida. Kamron, Mohinur. Voy, ovqat yaqindagina pishuvdi. O'tiring, ovqatsiz amal Lola. Biz bora qolaylik. Tayyor edi-ya. Xo'p, buva, ketamiz bolam. Narsalarni yig'inglar. Oyim qanala? Oying hovlida. Bizni kutib o'tiribdi. Bor, narsalaringni olib chiq, bo'linglar. Keningchi. Keningizni hovlidan olib olaman. Ha, yaxshi. Bo'la qolinglar, bolam. Ketib qolar ekansizlar-da, to'polonchilar. Opajon, mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'ldi, tayyormiz bu. Bo'ldi, tayyormiz. Bo'pti, jon. Ammo xayr. Mayli, bo'pti, yaxshi Xayr, bo'linglar. amma. Xayr bu. To'polon qilmanglar. Yaxshi Xayr, bo'linglar. buva. Amma borasizmi bizamnikiga? Ha, boraman. Bo'pti, Mayli, mayli. Lola opa. Yaxshi qoling. Yaxshi yetib olinglar. Xo'p, bo'pti. To'polon Ketdik. qilmanglar. Mayli, yaxshi qolinglar. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshimisiz, xola? Yaxshi. Ovqatsiz yeyotgandim endi. Yo'q, sal turib. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Izzat, sizmi? Ha, menman. Kechirasiz. Ichki ishlar bo'limidan tergovchi Azimov bo'laman. Eshitaman. Madina Karimova sizga tegishli ishxonada ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Lekin bir oydan beri ishga kelmayapti. Demak, u bilan gaplashmadingiz. Bir oydan beri ko'rganingiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q, o'sha 3-4 kun oldin avval gaplashuvdim. Undan keyin gaplashmadim. O'shanda ham kechki payt ichib olib qo'ng'iroq qiluvdi. Olib keting dedi. Hayron qoldim, jinnimisan deb telefonni qo'yib qo'ydim. Nima tinchlikmi o'zi? Nima bo'pti yo nimadir qilib qo'yibdimi? 3-4 kundan beri Madina yo'q, qidiruvda. Xo'p. Telefonda gaplashgan raqamlarini tekshirsak, oxirgi marta siz bilan gaplashgan ekan. 3 kun oldin. Oilasi, shu akalari qidiruvga berishgan. Telefonlari o'chiq, hech qayerdan topib bo'lmayapti. Hayronman, bilmasam. Demak, undan keyin gaplashmadingiz, to'g'rimi? Boshqa raqamdan telefon qilmadimi? Yo'q, shu gaplashganim oxirgisi shu bo'lganda. Mayli. Shu siz aloqada bo'lib turing. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, yoki telefon qilamiz, yoki-da ichki ishlarga chaqiramiz. Mayli, xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Samandar! Ustingni yech! Samandar! Samandar, ke yech ustingni. Ay! Belim kuyib. Meni kechir Samandar. Ay! Yur ketdik, oshxonaga qaytib turamiz. Alo? Kim chizga ishladi? Opa, nimaga telefoningizni ko'tarmaysiz? Hadicha. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Opa, o'g'lingiz kuyib qoldi. Tezroq keling. Nima deyapsan? Baqirib yotibdi yig'lab. Nima deyapsan? Qayerda kuyadi?
Kuyib qoldi, opa, tezroq kelmasangiz bo'lmaydi. Tezroq keling. Xo'p, hozir boraman Xadicha, hozir. Nozim opa. Iltimos to'xtang. Jinnimi bu? Ochib Nima yuboring, qilyapsiz, iltimos. yaxshi qiz? Eshikni ochib yuboring. Voy, nima qilganingiz Aka, bu? iltimos sizdan. Shundoq uyga boring, bolam kuyib qopti. Qanaqa bola, qanaqa kasalxona tushunmadim. Men uyimga. Iltimos aka, bolam kuyib qopti-da. Siz g'alati emasmisiz, tavba. Beshkapa mahallasi. Xo'p. Alo, Opa, kelyapsizmi? kelyapman Xadicha. Tezroq keling, qattiq yuribsiz. Samandar yig'lab yotibdi. Xo'p, qatuq-patumi, zubnoy pastami surmadingmi? Qattiq surdim, baribir ham yig'layapti-da. Bitta bolaga ham eplab qarolmaysan Xadicha. Nima qilyapti, ilab qilmadim-u? Nega unaqasan? Tez keling, ko'p gapirmasdan. Kelyapman, bo'pti. Tinchlikmi o'zi? Kim kuyib qoldi? Aytyapman-u, o'g'lim. 5 yosh o'g'lim. Ha. Qattiq kuymaganmikin? Bilmayman. Borsam bilaman-da. Ha. Menga qarang. G'ozni, yog'ini topib sursangiz yaxshi bo'ladi. G'ozni yog'ini qayerdan topaman? Surishtirsa bo'ladi. Meni ham yoshligimda oyog'im qattiq kuygan edi. Shu onam banka bekitayotganlarida oyoqlarini tagida o'ralashib yurib, haligi kuyib ketgan edi. Oyog'imga suv to'kilib, qaynoq suv. O'shanda g'oz yog'ini surgandilar. Keyin kuygan o'rni ham qolmagan. Shuni ko'rasizmi? Mayli, bir nima qilarmiz. Voy. Ha. Keldingizmi dadasi? Tuzalib qoldingmi? Kirgizmadan u doktorlaring. Ha. Nimagadir kirgizmayapti hech kimmi? Tekshiruv kelar ekan qishloqqa. Ha, yaxshi. Nima deyapti u doktorlaring? Bugun ham o'z uyga tushdim. Yaxshi. Erta-perta javob berib qolar. O'zingiz ehtiyot qiling dedi. Ha. Nima olib keldingiz? Qornim ochib ketdi. Go'sht olib keldim, go'sht. Go'sht qovurib keldim. Voy. Daryoga olib kelmadingizmi? Daryoga nimaga olib kelaman? Opajon aytmadilarmi? Nimani aytish kerak? Voy. U ham shu yerda yotibdi, dadasi. Qanaqasiga shu yerda yotadi? Homilador ekan. Daryomi? Ha? Jinniroqmisan, nimaga homilador bo'ladi u? Laylami yo Daryomi? Daryo. Homilador ekan. Uni ham bolasini tushish xavfi bor ekan. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Qamoqxonaga erini oldiga borib yurgan ekan. Opajon keldilar bugun ko'rishga. Rost urishdilar. Sani esing joydami? Bolani oldir. Ering qancha sani qiynadi. Desalayamchi Daryo nima dedi bilasizmi? Hech kim bilmasin. Men bu bolani oldira olmayman. Bunda ayib yo'q dedi. Nega opa menga aytmadi? Hech kimga aytmang dedi-da. Sen kimlarga aytding? Birinchi sizga aytdim. Boshqa hech kimga aytmagin. Tushundingmi? Aytmayman. Aytib qo'ydim-da sizga. Bilasiz, sizdan sir yashirmayman.
Bo'pti. Dori kerak emasmi? Yo'q, hamma dori bor. Mayli. Telefon qilarsan, bu narsa kerak bo'lsa. Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Opam uyda-yu, nega qiynalaman? Ha? Ular ham ketaman dedi-yu, shunga aytuvdim. Xavotir olma, qiynalmayman. Bo'pti, ketdim. Xo'p, mayli. Bor, kir, tezlash. Bo'pti, dadasi. Chao. Ey Xudoyim, ey. Agar nimadir bo'lsa, bolani kasalxonaga olib boramiz. Shu yerda Xo'p, bo'laman. rahmat. Ay, ochki tortdi. Ay, Bo'ldi, ozgina chida. Uf, yana qatiq suraymi? yo'q, kerak emas. Hozir Ay. opam keladi, yig'lovma. Achyapti yomon. Achyapti. Hadicha, nima qilib kuydirding? Opa, oyog'im tagidan chiqib qoldi. Ay. Nima to'kding? Ay. Nima to'kildi? Kofe to'kilib ketdi ustiga. Samandar, yur, shundoq ketaveramiz. Doktorga olib boraman. Ketdik, yur. Ahvolingiz yaxshimi? Tuzomisiz? Ko'nglim aynishib qolmayapti. Og'riqlar bosildi lekin. Hozir yetib boramiz bir pasda. Alo. Allo, Daryo. Ha, xola. Keldimi tez yordam? Keldi. Shaharga ketyapman. Sizlar nima qildinglar? Men ham bolalarni olib yo'lga tushdim. Aytmadingizmi bolalarga? Yo'q. Oyini mazasi yo'q. Boradi deb aytdim. Ha, Bolalar ham aqlli-ku, ko'p savol bermaydi. yaxshi. Xola, hech kimga aytmang, iltimos. Buvimga aytib qo'ymadingizmi? Yo'q, aytganim yo'q. Ular eshitib kasalxonaga kelayotgan ekanlar, xavotir olib. Keyin men orqaga qaytardim. Ha. Yaxshi qilibsiz. Rahmat, xola. Bo'pti. Qaysi kasalxonaga borasan? Shu xususiyga. Ha, bo'pti. Borganingda aytarsan, men ham Xo'p, o'taman. mayli. Achyapti. Ozgina qoldi. Ozgina chida bo'lam. Dog' bo'lib qolmaydimi? Yo'q, qatiq kuymabdi. Xudoga shukr. Voy, xudoga shukr, qo'rqib ketdim. Hozir men yana dori yozib beraman. O'tib ketadi hammasi. Ha, haligi g'oz yog'i sursa bo'ladimi? Agar g'oz yog'i bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, tushunarli. Oy, achyapti. Ozgina chida bo'lam. Sen o'g'il bo'lasan-ku, ha? Hammasi yaxshi bo'ladi, jonim. Nech kunda yaxshi bo'lib ketadi? Teri ko'chadimi? Ha, bir kunda ko'rmagandek bo'lib ketadi. Sekin-sekin tushib ketadi hammasi. Mana adasi, mana shu dorilarni olib berasiz. Ko'rmagandek bo'lib ketadi. Bo'ldi, xo'p. Bizga javobmi? Ha, ruxsat, mayli. Yaxshi bo'lib ketinglar. Yuringlar, ketdik. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Xo'p. Alo. Daryo, Eshitaman. joylashib oldingmi?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, keldim, joylashdim. Doktorlar tekshirdimi? Ha, tekshirishdi. Xo'sh, nima deyishdi? O'rnimdan turishim mumkin emas ekan. Bolani ahvolichi? Lekin bolani yuragi yaxshi uryapti. Joydan ko'chish xavfi bor deyishdi. Men ham aeroportdaman. Ertaga yoningda bo'laman. Go'zal telefon qilmadimi? Yo'q. Telefon qilsa ko'tarmagin. Xo'p. Bo'pti. Yaxshi dam ol. Ha? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Esim chiqib ketdi. Qiziqsan? Osmondan tushdingizmi? Sen qayerga ketyapsan bunaqa chiroyli bo'lib? Men akamlarning yonlariga kenayimni ko'rgani. Yaxshi. Qani bu yoqqa kechi. Siz qachon keldingiz? O'tir. Nimaga kelishingizni aytmadingiz? Senga syurpriz qilmoqchi edim. To'g'risini aytsam, sog'indim seni. Uyga borsam, uy yutvordi. Ishlarim ham hozir sig'mayapti. Yo'q. Men uyga nechida borayotganingizni bilib turdim. Qayerdan bilib turding? Shpionlarim bor. Yaxshi. Bolalar yaxshimi? Qishloqqa ketishgan. Hali kelishgani yo'q. Nechuk ruxsat berding? Voy, xolingiz telefon qildilar, qo'ymadilar rosa. Aytdim-ku sizga. To'g'risini aytsam, men Istanbulda nima deding, nima qo'yding, hech narsani bilmayman. Sen bo'lmaganingga miyam ham ishlamay qoldi. Qarang-a. Akanikiga borib nima qilasan? Unda nima qilay? Qolaymi? Alika, qo'ying. Nima? Yosh bola emasmiz. Choy tayyorlab beraymi? Choyini qo'ysang-chi. Sen uy ishlarini o'zing qilyapsanmi? Yo'q. Bitta ayol kelib tozalab ketyapti. Endi uyga ishchi olaman deb o'ylayotgandim. Ishchi olsammikan yoki Istanbulga qaytsammikan? Qaytamizmi? Daryochi. Xohlasang olib ket Daryoni. Charchatding shu daryo, daryo deb. Ozgina sabr qiling. 7 oy. Bir pasda o'tadi ketadi. Bolamni qo'limga olsam bo'ldi. Shundoq tez akamga o'taman, qaytaman. Hop. Siz dam olasizmi? Yo choy tayyorlab beraymi? Kerak emas, choy ichmayman. Men unaqada birpas dam olaman-da. Keyin bir odam bilan ko'rishishim kerak. Kim bilan? Masjid masalasi bo'yicha. Hop. Bo'pti. Telefonlashamiz unda. Hop. Ehtiyot bo'l. Yaxshi dam oling. Daryo. Qizim, yaxshimisan? Ha, yaxshimisiz? Kiyimlaringni olib keldim. Tuzukmisan? Ha, yaxshiman. Doktor nima dedi? Qimirlamasdan yotishim kerak ekan. O'rnimdan turishim mumkin emas ekan. Hop. O'zi shunaqa bo'ladi-de. Osonmas. O'zi tug'may qo'ya qolsang nima bo'lardi shu bolani? O'zingni qiynab nima qilasan, qizim?
Hali qamoqdan chiqqaningdan beri bir tuzukroq sog'lig'ingga ham qaramading. Tiklashga harakat ham qilmayapsan, qizim. Bo'ldi. Bu mavzuga qaytmaylik. Xo'p. Bolani o'zim uchun emas. Akamga tug'ib bermoqchiman. Nima? Ali akani 15 yildan beri farzandi yo'q ekan. Ular qizimni qutqarib qolishdi. Menga qolsa tug'masdim. Menga qara, qizim. Seni esing joyidami o'zi? Qaysi ona farzandini dunyoga keltirib, birovga berib Yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarish kerak deb o'rgatganlar buvim. Hozir ularga farzand kerak. Ozgina o'zingni o'ylasang ham bo'lardi, qizim. Hozir sen shunaqa yaxshilik qilaman deb gapiryapsan. 9 oy bu farzandingni yuragini tagida ko'tarib yurib, qo'lingga olganingdan keyin berging kelmaydi, qizim. Hammasini o'ylab qo'ydim. Qarorim qat'iy. Akamga beraman farzandimni. Menimcha, Xudoyim menga bekorga bermadi bu farzandni. Baribir tug'aman. Daryo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Shu dorilar kerak ekan, olib bering. Xo'p. Dorilaringni o'zim olib kelib beraman. Kiyimlaringni olib keldim. Almashtirib olgin ustingni. Bolalar to'polon qilishmayaptimi? Yo'q. Bolalaring to'polon qilmaydi. Bollarni o'ylama. Ular bilasan-ku, aqlli bolalar. Opa! Opa, Otabek aka keldilar. Kirg'iz chaqir. Keling. Xo'p. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, polvon? Yaxshi. Yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha. Bellaring anchamayaptimi? Yo'q. Yaxshi polvon. Mana bu g'oz yog'i. Voy, qayerdan topdingiz? Topdik-da. Voy. Buni har kuni sursangiz, dog'i ham qolmaydi, xudo xolisa. Rahmat kattakon. Ovora bo'psiz-da. Yo'q, ovorasi yo'q, hammasi yaxshi. Kiring, choy ichmoqchi edik. Choy ichib ketasiz. Yo'q, mayli. Siz ishga bormaysizmi? Boraman ishga. Xadicha buni olib qo'y. Agar ana qilsa, men ham o'sha tarafdan o'taman. Sizni tashlab o'tib ketaman agar yo'q demasangiz. Bo'lmasa, siz o'tirib turing, men kiyimimni almashtirib chiqaman, maylimi? Xo'p, tashqarida kutib tura qolaman. Voy, kiring, bir piyola choy iching. Yo'q, mayli, siz ovora bo'lmang. Men tashqarida kutib turaman. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Xolayu. Ha, Uydamisiz? ha, uydaman, uyda. Voy, Nima eshikda qolib teshikdan kelyapsiz? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, yaxshimisiz? Daryo tuzib ekanmi? Ha, tuzi. Eshitdinglarmi homiladorligini? Sekiro. Kim? Kelayimmi? Ha? Voy. Qanaqasiga homilador bo'ladilar? Xola eshitmadingizmi? Ha, yo'q, bildim, xabarim bor. Erin oldiga bizga bildirmasdan borib turar ekan. Voy. Yo'q, xola, bo'lmagan gap-e. O'zi ana kuni bolalarni qistov bilan zo'rg'a bordilar-ku. Bir haftada homilador bo'lib qolmaydi-ku. Voy, bir haftalik emas homilasi. Homila tushish xavfi bor ekan. Ha, Sekiro gapiring. Xola?
men bilan kasalxonada yotdilar. Bo'lishi mumkin emas. Keyin homiladormaslar. Nimalar devos? Yo'q. Asalxon, men o'zimni quloqlarim bilan eshitdim. Sekin. Nega sekin deysiz, xola? Nima kimdir bormi bekitib Endi bosdilar? bola chaqa eshitmasin deyman-da. Jim o'tiring. Ha, bolani olib ketdi-ku opam. Qo'ni qo'shni eshitmasa unda. Voy. Opam bollarni bekorga olib ketdi deyapsizmi, Asalxon? Bollar opam uyida. Daryo shaharda kasalxonada. Tez yordam kelib olib ketdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. O'shanga yaxshimikanlar deb chiqdim-da. Yaxshi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Tushunmadim. Nimaga meni xabarim yo'q? Siz bilarmidingiz? Xabarim bor. Voy, rostmi bu narsa? Unda keyin nimaga menga aytmadilar? Akamni kechiribdilarmi? Qayda? Voy. Ahmoq ekan o'zi Daryo. Shu chiroyiga, shu asaldek qomatiga boyvachasiga erga tegib, mana senga deb ko'rsatib qo'ymaydimi? Tarbiyasi boshqacha uni. Xola, tarbiyasi nima qilib berardi? Birovlarni eshigiga borib, eshik sanashga kuni qoldi. Shu erni orqasidan nima ko'rdi, a? Urushsanglar bo'lmaydimi? Men shunda ushlab, Daryoni urib bolasi shuni ushlab olib tashagim kelyapti. Achinib ketyapman-da, xola. Ahmoqmi axir? Achinmay. Eridan ko'rgan farzandlari bor. Boshqa narsa asosiy emas. Kechirsa, oilam deb, bola chaqam deb, bolalarim birovni qo'lida yetim bo'lmasin deb yarashadi. Kechiradi. To'g'ri xola. Nima qilganda ham baribir akam ko'z ochib ko'rganlar. Bolalarini otasi. Begonadan haqiqat bo'lmabdilar har tur. Ha, shunday. Lekin kechirsa ahmoq bo'ladi-da, xola. Shuncha xo'rlagan erkakni kechirsa bo'ladimi? Kechirsa bo'ladi. Chidasa kechiradi. Bechora, nimalar ko'rdi shu eri deb. Xola, bu yangilik meni hayron qoldirdi. Keyin ham kasalxonada ekanlar. Qo'ng'iroq qilib xabar olaman bo'lmasa. Telefoningni yoqasam? Ha, hozir. Telefon qabagurimcha yoqib turaman-da. Demak, sen ham ketmoqchisan. Borib kenayimdan xabar olib kelaman, xola. Siz oldingizdaman. Kelishdik-ku. Qayoqqa ketaman? Xolamga erimda homiladorman dedim. Endi men uni ortidan enagiga o'xshab yuramanmi? Hozir shunda bu bolani tug'ib beraverasizmi? Boshqa ilojim yo'q. Kenayim homilador ekanlar. Sizni xabaringiz bormidi? Homilador ekanmi? Qarang. O'g'il ekan. Mana bu birinchi rasmi. Seni bola tug'ilgandan keyin bermasa-chi deyapti. Demak, ular men bilan o'ynashyapti. Yaxshi. Many people wonder what happens to the past sins of someone who accepts Islam.
If a person lived many years committing different sins and then decides to embrace Islam sincerely, are those sins still recorded, or are they forgiven? Islam gives a very powerful and hopeful answer to this question. According to authentic teachings, when a person accepts Islam sincerely, all of their previous sins are completely forgiven. The Prophet Muhammad clearly explained this in a famous hadith recorded in Sahih Muslim, where he said, "Islam erases what came before it." This means that when someone becomes Muslim, everything they did before Islam, whether it was disbelief, wrongdoing, or major sins, is wiped away from their record. This teaching shows the incredible mercy of Allah and the beauty of Islam's message. When a person enters Islam sincerely, they begin a completely new chapter in their life. Many scholars explain that a new Muslim is like a person who has just been born, meaning their record is clean and free from sin. No matter how difficult or sinful someone's past might have been, Islam does not hold their previous life against them once they truly accept the faith. Instead, they are given a fresh start and a new opportunity to live righteously. Some people worry about major sins they may have committed before accepting Islam. They might think their past is too dark to be forgiven. However, Islam removes that fear completely. Allah addresses this clearly in the Quran, where He says that if those who disbelieved stop and turn back, what happened in the past will be forgiven. This verse shows that Allah's mercy is greater than any mistake a person may have made before embracing Islam. Even more amazing is the fact that Allah's mercy does not only stop at forgiveness. In some cases, sincere repentance can lead to something even greater. Allah mentions in the Quran that for those who repent, believe, and do good deeds, their evil deeds can actually be replaced with good deeds. This demonstrates the depth of Allah's compassion toward those who genuinely change their lives and turn back to Him. For someone who accepts Islam, this means they are not defined by their past mistakes. Their previous life does not chain them forever. Instead, Islam gives them a completely new beginning. Their sins are erased, their record is purified, and they begin their journey toward Allah with a clean slate. This message of mercy and renewal is one of the most beautiful aspects of Islam. It reminds humanity that no matter how far someone may have strayed in the past, the door of forgiveness is always open for those who sincerely seek it.